Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa mana Samarqand viloyati Urgut tumanidagi 1,5 oy oldin boshlagan stadionimizni mana bugun Xudo xolasa topshiramiz. Bu stadionimizni birinchi video qilganimda ochiq holatdagi stadionini buzib shu holatga kelgizib berdik. Stadionning razmeri 20 ga 40 razmer. Gazonlarini mana Samarqand gazonlaridan foydalandik. 5 santimetrlik 12 ming tolalik. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz bor. Ko'pchilik yozib so'rayapti, qanchaga bitadi, qanaqa narxga bitadi deb. Stadionimizning razmeri bu stadionimizni razmeri 20 ga 40. Stadionda bitishi, yopiq stadionda bitishi razmeriga, materialiga, katta kichigiga qarab kvadrati 520 mingdan 550 minggacha qilib beramiz. O kras. Bu stadionimiz 20 ga 40. 455 millionga qilib berdik. Arzonroq qilib buni orqa oldidagi stoykalarini qogizganmiz. Ochiq stadion bo'lgani uchun u fermalarini mana oyoqning farq qilmaydi-na. O'zimiz yasab qilib berganmiz. Voy billahi. Chertib qo'ymaymi mana buni? Urgut tumanidagi Maynitobod qishlog'idagi akalarimiz mana bu yerdan ochilish marosimi ertaga bo'ladi. Kelib xudo xolasa bemalol o'ynab, shu yerlarda chaqchaqlar chiqarsanglar bo'laveradi.